Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 8-ma'ruzamiz. 8-ma'ruzamizning mavzusi kompressorlar, kompressor unumdorligi va quvvati, porshenli kompressorlar. Rejaga asosan 7 ta rejani ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Kompressorlar haqida asosiy tushuncha, kompressor turlari. Uchinchisi gazlarning siqish jarayoni termodinamikasi, kompressor unumdorligi. To'rtinchisi kompressorda gazning ko'p bosqichli siqish jarayoni. Beshinchisi siqish jarayonidagi ish va iste'mol qilinadigan quvvat. Oltinchisi porshenli kompressorlarning turlari, porshenli kompressorlarning ishlash prinsipi, porshenli kompressorlarning indikator diagrammasi haqida gapirayotganmiz. Mavzuyimiz juda katta bo'lganligi sababli asosiy joylarni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Kimyo va oziq-ovqat sanoati korxonalari ko'p miqdordagi gaz va gaz aralashmalarini qayta ishlashda to'g'ri keladi. Ko'pgina kimyoviy jarayonlarning atmosfera bosimidan farqli bosim ostida olib borilishi jarayon tezligini oshiradi. Qurilma o'lchamlari kichik bo'lishiga va hokazolarga olib keladi. Gazlarni siqish yordamida ularni quvurlarda va qurilmalarda harakati ta'minlanadi va vakuum hosil qilinadi. Bundan tashqari havo va gazlarni siqish, ularni aralashtirish, suyuqliklarni purkash uchun ishlatiladi. Kimyo sanoatida qo'llanadigan bosim miqdori, demak 10 darajasi -3 dan 10 darajasi 8 newton taqsim metr kvadratgacha yoki bo'lmasa atmosferagacha demak bo'lar ekan. Gazlarni uzatish va siqish uchun mo'ljallangan mashinalar kompressor mashinalari deyiladi. Kompressor mashinasi hosil qiladigan oxirgi bosim gazning so'rish paytidagi bosim nisbatiga siqish darajasi deb nomlanadi. Siqish ko'rsatkichining qiymati bo'yicha kompressor mashinalar quyidagi turlarga bo'linadi. Bu oldingi ma'ruzalarimizda aytib o'tgandek, mana bunday nisbatlar keltirilgan siqish darajasiga qarab. Kompressor mashinalari ishlash prinsipi usuli bo'yicha porshenli, rotorli, markazdan qochma va o'qli va boshqa mashinalarga bo'linadi. Porshenli mashinalar gazlarni siqish hajmining kamayishi hisobiga amalga oshadi. Bunda porshenning ilgarilama qaytma harakati tufayli gazlarning bosimi oshiriladi. Rotorli mashinalarda gazlarning siqish eksentrik joylashgan rotorning aylanishi tufayli hajmning kamayishi oqibatiga hosil bo'ladi. Markazdan qochma mashinalarda ishchi g'ildirakning aylanishida hosil bo'ladigan inersiya kuchlari yordamida gaz siqiladi. O'qli mashinalarda ishchi g'ildirakning va yo'naltiruvchi qurilma uzunligi bo'ylab gaz harakatlanganda uning siqilishi sodir bo'ladi. Vakuum nasosi sifatida har qanday kompressordan foydalanish mumkin. Faqat vakuum nasos bilan kompressor orasidagi farq shundaki, vakuum nasosda so'rish bosimining atmosfera bosimidan sezilarli kam bo'lsa, uzatish va atmosfera bosimidan ko'proq bo'ladi. Porshenli kompressorlarda kam miqdordagi gazlarni katta bosimlargacha siqilish ishlatiladi. Turbo kompressorlarda esa katta miqdordagi gazni nisbatan past bosimlarda uzatib berishga mo'ljallangan. Quyidagi jadvalda turli tipdagi kompressorlarning asosiy parametrlari bilan keltirilgan. Mana jadvaldan ko'rinib turibdiki, demak porshenli, rotorli, markazdan qochma va o'qli tiplardagi nasoslar keltirilgan. Unumdorligiga qarab, bosimning ortish darajasiga qarab va aylanishlar chastotasiga qarab demak belgilangan. Demak, real gazlarni siqish jarayonida ularning hajmi, bosimi va temperaturasi o'zgaradi. Gazlarni siqish jarayoni nazariyasi ideal gaz termodinamikasiga asoslanadi va ushbu tenglama bilan ifodalanadi. Demak, 67-tenglama bilan ifodalanadi. Kompressordan chiqishdagi 10 megapaskal va undan yuqori bo'lgan gaz uchun real gazning holat tenglamasi foydalansa, demak mana bu ko'rinishga 68-chi formulaga ega bo'lamiz. Bu yerda demak Z siqilish koeffitsiyenti yoki siqilish darajasi deyilishi mumkin. Uning son qiymati maxsus adabiyotlarda keltiriladi, lekin amaliy hisoblashlarda uchun temperatura, entropiya yoki TS termodinamik diagrammasidan foydalanish qulay va ishonchli bo'ladi.
Mana o'sha termodinamik TS diagramaning rasmi keltirilgan. Buni chuqurroq o'rganish uchun modul tizimiga kirib, kerakli materiallarni olib, o'qib o'rganib olishlaringiz mumkin. Porschening bir marta bosib o'tgan yo'lida so'rilgan gaz hajmi zararli bo'shliq ta'siri tufayli hajmga nisbatan kichik bo'ladi va kompressorning unumdorligi pasaytiradi. Bu unumdorlikning pasayishi kompressorning hajmiy foydalanish koeffitsiyenti bilan hisobga olinadi va quyidagicha aniqlanadi. 71-formulaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak bu hajmiy foydalanish koeffitsiyenti hisoblanadi. Demak, kompressorning nazariy unumdorligi vaqt birligicha Porsche harakati tufayli hosil bo'lganda, demak mana bu hajmga teng bo'lar ekan. Silindrning to'liq hajmi mana bu quyidagi ifodadan gaz hajmini ayirmasi foydali ish hajmiga nisbati x harfi bilan belgilanadi. Demak 72-ifoda orqali hisoblab topiladi. Demak, zararli bo'shliqda gazning kengayishi politropik deb hisoblasak, tenglamani quyidagicha yozishimiz mumkin ekan. Demak, 74-tenglama. Kerakli hisoblashlarni qo'ygandan keyin, demak x esa demak mana quyidagi ifodaga aylanadi. Ushbu formulani 73-formulaga qo'yib hisoblasak agar 76-ifodani demak keltirib chiqarishimiz mumkin ekan. Demak, haqiqiy unumdorlikni hisoblaydigan bo'lsak, shtokning ko'ndalang kesim yuzasi hisobiga olinmagan holda quyidagicha aniqlanadi. Demak, 78-formula orqali kompressorning unumdorligi hisoblanar ekan. Demak, bu yerda kerakli ma'lumotlar keltirilgan. Hammasini aytib o'tishim shart bo'lmasa kerak. Demak, keyingi ishlaringizda demak ma'lumotlarni modul tizimidan yuklab olib, yaxshilab o'qib o'rganib olishlaringiz mumkin. 41-rasmda mana kompressorda gazni ko'p bosqichli siqish jarayoni nazariy diagrammasi keltirilgan. Buni ham o'qib chiqib o'rgansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Kerakli hisoblashlar bor. Demak, 42-rasmda TS diagramining gazni siqish jarayoni tasvirlangan. Bu yerda ham o'rganishingiz mumkin. Mavzu juda ko'p bo'lganligi sababli qisqacha kerakli joylarini aytib o'tib ketyapman. Qolganini esa demak modul tizimidan fayllarni yuklab olib, o'qib o'rganib olishingiz mumkin. Kompressor o'qidagi quvvatni agar hisoblab topadigan bo'lsa, 91-formuladan hisoblab topiladi. Elektr yuritgich quvvati kompressor o'qidagi quvvatdan katta, chunki yuritgichning o'zida ham uzatma ma'lum miqdordagi quvvat yo'qotiladi. Shuning uchun mana kerakli foydali ish koeffitsiyentlar nisbati bilan hisoblab topiladi. Bu esa 92-formulaga to'g'ri keladi. Yuritgich kerakli quvvatda 10-15% demak zaxira koeffitsiyenti bilan qabul qilinadi va bu zaxirani 93-formula orqali demak hisoblab topishingiz mumkin. Mana bu yerda demak oddiy Porsche'li kompressorlar sxemasi tasvirlangan va ilgarilama qaytma harakatda ishlab, demak Porsche'ni harakati ko'rsatilgan va klapanlarning ochilib yopilishi hisobiga so'rib va chiqarish sxemalari ham tasvirlangan. Demak, bu slaydimizda o'sha kompressorlarimizni ishlash prinsipi tushuntirilgan. Demak, bu narsani ham siz o'qib o'rganib olishingiz mumkin kerakli adabiyotlardan foydalanib.
ikki bosqichli porsinlarning sxemalari tasvirlangan. Bu sxemalardan ko'rinib turibdiki, ko'rishingiz mumkin. Demak, ishlashlari harakatga demak keltirib nazariy jihatdan ko'rsangiz, demak tushunib olishingiz mumkin. Demak, mana bu yerda 40-rasmda indikator diagrammasi keltirilgan. Buni ham demak kerakli adabiyotlardan o'qib o'rganib olasiz degan umiddaman. Shuning bilan bugungi 8-mavzumiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.